Kecha kunduz romani bu mashhur jadidimiz bo'lgan Abdulhamid Chulponning qalamiga mansub bo'lgan asar hisoblanadi. Ya'ni bu asarda aytib o'tilgan narsa shundan iboratki, yosh qizning umrini xazon bo'lishiga asosan otasi sababchi bo'la oladi. Ya'ni buning otasi bo'lgan Abdurazzoq So'fi albatta qizining hayotiga to'sqinlik qiladi, ya'ni yaxshi umr kechirishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni u pulga o'chligi sababli ko'p xotinlari mavjud bo'lgan, ya'ni Akbar Alining boshiga o'z qizini topshiradi va shu bilan birgalikda uning umri xazonga aylanadi. Jadid adabiyotimizning namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriyning yana bir mashhur asari bu O'tgan kunlardir. O'tgan kunlarning bosh qahramoni Otabek, Zaynab va yumushlardan iboratdir. Bu asarda ko'plab qahramonlarning hayotlari tasvirlanadi. Bu kitobimizda bizning jadid bobolarimiz bo'lgan hamma jadidlarimizning hayot va ijodi tasvirlangan. Bu kitobni o'qib, oldingi bobolarimiz qanday vatan uchun, millat uchun va ilm uchun qanchalik jon kuydirganini bilib olsak bo'ladi. Yana bir mashhur jadidlarimizdan bo'lgan Shukrulloning qalamiga mansub bo'lgan Kafasiz ko'milganlar deya sarlavhasi ostida yozilgan bu kitob asosan jadidlarimizning fojiali tarzda vafot etganligi haqida boradi. Ya'ni bularning qay tarzda qatag'on qurbonlari bo'lganligi, haqiqatga intilganligi, ularga qanchalik fojia olib kelganligi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Shu o'rinda Shukrulloning o'zi ham qamoqlarda yotgan 25 yil, ya'ni unga vaqt berilgan va shundan so'ng surgun qilinadi, Sibirga surgun qilinadi va shu bilan birgalikda nafaqat o'zi, balki boshqa jadidlarni ham shu o'rinda qatag'on qurbonlari bo'lganligi haqida ma'lumot berib o'tadi.